Mamlakat Xalq Qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Temir Davomat 19 dekabr Beyjan vaqti 14:20 minut o'tganda 91 yoshida fani olamdan voqea olamga safar qildi. U 1927-yili 6-oyda Toqsun noyisida dunyoga kelgan. 1950-yili xizmatga qatnashgan. 1954-yildan 1964-yilgacha Toqsun noyisining hokimi bo'lgan. 1985-yildan 1993-yilgacha Abdunum rayonining raisi bo'lgan. 1994-yildan hozirgacha Mamlakat Xalq Qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i bo'lib ishlab kelgan. Allah marhumning oxirat safarini oson qilg'ay. Sharq Turkistondagi lagerlarga qamalgan 100 minglagan tutqunning maxfiy holda Xitoy o'lkalariga yutkilayotganligi haqida xabarlarning o'ttirg'i chiqishiga ergishib, navbatda oz degandimi 500 ming Uyg'ur tutqunni Shanxi, Gansu, Ishki Mongol va Xeylongjiang qatorliq Xitoyning ishki o'lkalariga tarqoqlashtirish vazifasining jiddiy o'rlanayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil sentabrda Qashqardan yo'tkalgan zo'r bir turkum Uyg'ur tutqunlari qat'iy maxfiy shaklda yo'tkalgan. Ularning ko'pinchisi 10 yildan 20 yilgacha qamoqqa hukm qilingan erlar ekan. Bu jarayonda Xitoy saqchilarining saqchi formasidagi nomerlar, avtobuslardagi nomer taxtalari butunlay etib etilgan. Yo'tkash xizmatiga qatnashgan saqchilar maxfiyatlikni qat'iy saqlash kelishimiga qo'l qo'ygan. Bu kelishimga xiloflik qilgan saqchilarning 3 yillik qamoqqa hukm qilinganligi aytilgan. Tutqunlarga xalta kiydirib, avtobuslarning derazlari butunlay to'sib etilgan. Saqchilar hatto yo'tkash xizmati jarayonida o'zlarining yerlik talaffuzining oshkor bo'lib qolmasligi uchun so'z qilishning o'rniga o'zaro qo'l ishorati ishlatgan. Mahbuslarning yangi muhit bilan tanishib olmasligi uchun ular turmalarga oqshimi elib kelingan. Mazkur turmaning qaysi turma ekanligini ko'rsatadigan har qanday belgi birdek elib etilgan. Buning bilan bu tutqunlar hatto o'zlarining qayerda ekanligini bilmaydigan holga tushib qolgan. Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarni lagerlarga yig'ib olish harakati yuqori pallaga chiqayotganda, Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlarning qazilish sur'ati, ko'lami va miqdorining zo'r darajada ish berayotganligi kishilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy hukumatining boshqarishidagi Xinhua agentligining 13 dekabrdagi xabarda aytilishicha, bu yil qish kirgandan buyon tarim o'ymonligidan 100 ming milliard kub metrlik tabiiy gaz zapasi bayqalgan. Tarim neftligidagi aloqador Xitoy amaldorlar bu vaqt so'z qilib, bu yangi tabiiy gaz zapasining bayqalishi G'arbning gazni sharqqa yo'tkash qurilishi uchun bir yangi gaz manbasi bo'lib qolg'usi. Bu elimizning tabiiy gaz bilan ta'minlash ishlarini yanada ilgarilab kafolatga ega qiladi degan. Hozirgi bozor narxida har kub metr tabiiy gazning bahosi 2-3 so'm oralig'ida bo'lmoqda ekan. Aloqador materiallarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati G'arbni keng ko'lamda echish shiori ostida Sharq Turkistondagi tabiiy gaz boyliqlarini qazish ko'lamini tez suratda kengaytgan. 2005-yildan buyon qazilgan tabiiy gazning umumiy miqdori 19 milliard kub metr ekan. Bu gazning 14 milliard kub metri setilgan bo'lib, Xitoy o'lkalarining asosiy tabiiy gaz manbasi bo'lib kelgan. Uchturpan noyisining imomlari yezisida Xitoy tili maktabi ochgan Qurbon Niyoz bir necha yildan beri Xitoy Kompartiyasining har darajalik tashviqot vositalarida ko'plab tashviq qilinib kelgan edi. Yaqinda Qurbon Niyoz Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va Xitoy Davlat ishlar mahkamasining islohot va echivitish ishlariga ko'rinarli to'p qo'shgan 100 munavvar shaxs tizimligidagi birdan-bir Uyg'ur vakili bo'lib tanlangan. Xinhua agentligining 18 dekabrdagi xabarda aytilishicha, bu qitimga bağlashda o'tgan 40 yillik mezgilda, ya'ni Xitoy hukumati 1978-yildan boshlab islohot va echivitish nomida iqtisodiy qurilishni muhim nuqta qilgandan buyon bu sohaga to'kib qo'shgan dongdor kishilar tanlangan. Buning ichida Xitoyning bir qism tabiiy fan olimlari, shuningdek madaniyat, san'at, iqtisod qatorliq har soatga o'xshamagan turlarda dong chiqargan kishilar bilan bir qatorda Tibet, Mongol, Uyg'ur qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarning vakillari, birda Xitoyning siyosiy kadrlari qo'shinidan tanlangan kishilar bo'lgan. Bu vakillar qatoridagi Qurbon Niyoz aslida aholisi butunlay degidek Uyg'urlardan tarkib topgan imomlarim yezisida Xitoy tilida o'qitish maktabi etish bilan Xitoy Kompartiyasining maqtishiga sazovor bo'lgan. U yana bu yezdagi Uyg'ur go'daklarga
Xitoycha til o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, maktab qorusida Konzining haykalini tiklab, balalarga qadimiy Xitoylarga taqlid qilingan kiyimlarni kiygizgan. Shuningdek, balalarni tashkillab, har kuni Konzining haykaliga ta'zim qildirgan.